Mumbay aeroportidan hostelga yetib kelib, juda qattiq charchab uxlab qoldim. Uyg'onib, qornim ochib ketib, ovqat izlab ko'chaga chiqib ketdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Habibi. Endi namaste bo'ldi bu yog'i. Salom namaste. Xullas hindlarni mavzesiga tushib qopman. Bu yoqda ovqat, halol ovqat topish problema. Iloji boricha musulmonlar mavzesiga tushishga harakat qilish kerak. Bu yoqda mana hamma joy hindlarning nimasi. Bular molga sig'inadi, mol go'shti yemaydi. Ya'ni nima, xullas hamma narsaga sig'inadi xudodan boshqa. Shuning uchun ko'p narsalar yemaydi. Hozir yaqin atrofda adashmasam musulmonlarning mavzesi bor. O'sha yoqqa boraman. Xudo xohlasa biror yaxshiroq narsa topib yeyishga harakat qilamiz. Hech bo'lmasa shavarma. Ivan qo'ya zo'rg'a halol ovqat topdim. Shavarma. Alhamdulillah. Endi bironta olmasak bo'lmaydi. 2 kun. Alhamdulillah hozir ovqatlanib chiqdim. Suv bilan ikkita shavarma yevordim. Yoki sal qanaqadir ta'mi hidi bor ekan. Yomon emas. Qorin to'ydi ta'milarni chiqib. Kechki ovqatga ikkita shavarma, ikkita non, ikkita suv, umumiy 35 ming so'mga yaqin. Dollarda $3 ga ham yetmadi. Ovqatlanib uyga qaytdim. Keyingi videoda hostelni ichini ko'rsataman.